Assalomu alaykum do'stlar. Hamma yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Mana hammaga rahmat. Bugun 100 tadan ko'p obunachi bo'libdi YouTube kanalimizda. Hammaga rahmat, hamma podishkada bo'lgani uchun. Shu kunlarda strategiya chiqaraman degandim. Mana 3 kundan beri chiqqani yo'q. Ishlarim ko'payib qoldi mana. Bugun chiqaryapman. Bugun sizlarga Tompekda strategiya ko'rsataman. Hozir biz Tompekdamiz. Bemalol pul kiritib, depozit qilib ishlashingiz mumkin. Ishonchli, level oshirib daromad qilishingiz mumkin. Xuddi Tompekga o'xshab. Hozir bunda bomba strategiya beraman. Ko'plar bilmaydi. Sikka o'yiniga kiramiz. Mana Small Bek borga o'ynatyapman. Shuni bekka qo'yib qo'yamiz. Keyin bo'lsam avtoni bosib, mana buni 111% qilamiz. Keyin balansga qarab stop loss qo'yib olamiz. Men stop loss qo'yib oldim. Endi men 100 ming toshdan tikaman. 100 ming bo'ldi. Endi avtoni bosaman. Mana o'yin boshlandi. Shutib o'ynashimiz mumkin. Buni Tompekka qo'llashingiz mumkin. Ishlayveradi. Yaxshilab ko'rib olingizlar nastroykani. Hali yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin. Hali ko'p strategiyalar chiqaraman. Mana strategiya bombasini beryapman sizlarga. Ko'plar bu strategiyani bilmaydi. Buni Tompek boshqa saytlarga ham qo'llashingiz mumkin. Men Tompekda ishlatyapman. Mana strategiyani haqiqiy bombasi shu bo'ladi. Obuna va like bosib qo'yaylik, motivatsiya uchun. Iloji boricha har kun video chiqarishga harakat qilaman. Hozirgi strategiyani ko'ramiz endi. Ko'proq yurishga harakat qilamiz. Yaxshi ketmoqda Tompekda. Yaxshi. Nastroykani bir xil qilib o'ynaysizlar. Tompekga ham qo'llashingiz mumkin. Keyin balansga qarab tikamiz. Chunki ko'proq minus ham beradi. Shuning uchun kamroq tiksangiz yaxshi. Juda ko'p minus bermaydi. Masalan, stop profit qo'ysangiz yaxshida. Masalan, bir troni borlar. Men hozir tonda ishlatyapman. 0.05 stop loss qo'yganman hozir. Tronda ishlataman deganlar uchun bir troni borlar 0.203 1 0.2 dan keyin 1 mingdan tiksa bo'ladi. Bir troni borlar 10 troni borlar 5 ming 10 mingdan tiksa bo'ladi. Hozir men tonda 100 mingdan tikyapman. 100 ming toshdan mana yaxshi kelmoqda. 0.004 ton ishladi yaxshi. Hozirgi kurs bo'yicha 1 ton narxi 25 ming qanchadir o'rtasida. Tonda narxi 100 minggacha chiqqanda endi tonda oshirishga harakat qilamiz. Mana strategiyani bemalol ko'rishingiz mumkin. Udari. Bu strategiyani salkam ko'plar ishlatmaydi. Mana cho'tkisidan beryapman sizlarga. Endi obuna va like bosib tashlaymiz. Motivatsiya bo'lar. Keyin kimda savollar bo'lsa, lichkam kommentariyada Telegramga o'tib qo'ysalaringiz, Telegramda yangiliklar berib boraman. Telegram kanalimiz kanal profilida va kommentariyada bo'ladi. Sayt linki kommentariyada. Tompek sayti bu. Tompek sayti ham kommentariyada bor. Bemalol kirib ishlashlaringiz mumkin. Agarda kimda savollar bo'lsa, bemalol lichkamga yozishingiz mumkin. Lichkam kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Biranta yordam kerak bo'lsa, yordam berishga harakat qilaman. 140 marta yuribdi. 0.007 tosh yaxshi. Tompek uchun yaxshi bu. Chunki tonda narxi baland.
Tak, yaxshi. Endi tomosha qilib turamiz. Hali yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yingizlar, keyin men har kun strategiya chiqarishga harakat qilaman. Telegramga o'tib qo'ysangiz, Telegramda yangiliklar berib boraman. Mana shu strategiyani qo'llashlaringiz mumkin, depozit qilib ishlashlaringiz mumkin. Sayt linki kommentariyada. Bu Tompek sayti ko'plar bilsa kerak. Kimga ton, kriptovalyutalar kerak bo'lsa, menga hech kimga yozsalaringiz topib beraman o'zim. Boshqalarga aldanib yurmangizlar. Endi o'yinda tomosha qilib turamiz. Tak 0.01 ton kepti, yaxshi. Cho'tga ketmoqda. Zo'r ishlab beryapti. Mana 200 marta yurdi. Bu bomba strategiya. Tompekda qo'llashlaringiz ham mumkin. Tompekda ishlatyapman men. Mana o'yin ketmoqda. Bu foiz mana bu 111%, dagon foizi masalan mana 3 ta qizil bergandan keyin 9000 tegib, mana 8800 tosh olib kelgan, minusni qoplab ziyati bilan foydaga kirgizadi. Dagon foizi. Keyin stop profit qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mana chap tomonda turibdi, stop on profit deb. Masalan, qanchadir yutganda to'xta degan buyrug'i. O'ng tomondagi stop loss degani bu shuncha minusga ketganda to'xta degani. Mana yaxshigina foyda kelyapti. O'sha aytganimdek, Tompekka qo'llamoqchi bo'lganlar buni masalan balansida 1 tron borlar, 1000 dan tegib o'ynashlaringiz mumkin. 1000 dan tikib 10 troni bor balanslar 5000 deb maslahat beraman, 5000 dan tikishni. Men hozir stop lossimni 0.05 ga qo'yib olganman. Hammasi ochiqchasiga mana ko'rsatyapman. Obuna va podishkani yemaymiz, oxirigacha ko'ramiz videoni. Mana shu strategiyani udari. Bu strategiyani sir saqlab o'tirmayman, mana beryapman ochiqchasiga. Shu strategiya uchun obunani bosib tashlaymiz do'stlar. 300 martalar yursin qani, videolar cho'zilib ketdi. Keyin to'xtatamiz. O'yinni tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana bu sikka o'yini, sikka boy o'yini. Hozir ko'rsatib beraman o'zim. Tak 0.01 tosh kepti. Yaxshi. 300 marta bo'lsin qani to'xtatamiz. Video cho'zilib ketdi. Mana shu yerda to'xtatsak ham bo'ladi. Endi mana bu yerdan mana levelim bronza level 51% yurgan. Bu yerdan kapcha terib pul ishlashingiz mumkin. Mana bu depozit bo'limidan depozit qilishlaringiz mumkin. Keyin kim menga referal bo'lmoqchi bo'lsa, kommentariyada sayt linki bor. Hozirda men haftalik konkurs bo'yicha 21 ton оборот qilibman, yaxshi. Mana bo'ynagi o'yinni ko'rsataman sizlarga. Mana pastdagi sikka bo o'yini mana kirasizlar, bekka qo'yib, avtoni bosib, pastdagini 111% qilasiz, keyin stop loss qo'yasiz.
Stop loss qo'yasiz. Stop profitni xohlasangiz qo'ysangiz bo'ladi, shart emas. Stop loss qo'ysangiz yaxshi. Keyin deb o'ynashlaringiz mumkin. Trompikni qo'llashni o'zim tushuntirdim. Obuna va laykni ayamaymiz. Hammaga rahmat.